Assalomu alaykum azizlar. Bugun 18-iyun Qirg'iziston davlatidan yana bir navbatdagi yukimiz kirib keldi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, fasad uchun mana shunaqa keramika g'ish o'zini tabiiy rangida. Ovozchasini eshityapsizmi? Chinnini ovozi. Xo'p, do'stlar, o'zini tabiiy rangida bu g'ish. Fasadga tersangiz agar umuman rangi ham, sifati ham o'zgarmaydi yillar davomida. Usti mana shunaqa barxatli hisoblanadi. Men yaqinroqdan ko'rsataman. Juda ham chiroyli g'ish. Vada поглощение umuman minimum, o'ziga suvni umuman tortmaydi. Markasi esa 200 samый главный. Xo'p, formatiga keladigan bo'lsak, 05 format hisoblanadi bu g'ishimiz. Ya'ni balandligi 6,5 bo'ladi, eni 6 sm, uzunligi esa 25. 1 kvadratga bu g'ishimizdan 52 tadan 54 tagacha ketadi, shofini pasti balandligiga qarab. Xo'p, bir paddonimizga mana shu ko'rib turganingizdek 969 ta, umuman sinig'i ham nimasi ham yo'q. Men bugun keldi, hozir xudo xolasa tushirib olamiz. Xo'p, azizlar, O'zbekiston bo'ylab bu g'ishlarni yetkazib beramiz, yetkazib berish alohida bo'ladi. Narxini aytdim, hozirgi kundagi donasi 5800 so'm. Optim beraveramiz. Agar olib sotadiganlar akalar bo'lsa, magazinga ishlaydigan bo'lsa, o'zlarimizga primoy aloqaga chiqsalar, ularga dilerskiy narxni chiroyli qilib beramiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, azizlar, bu barxat pozitsiyamiz. Bundan tashqari, hozir men bu tomonga keling. Qolgan nimalarni ham ko'rsataman, chunki bu Qirg'izistondan olib keladigan g'ishimiz zavodimizning assortimenti juda katta. Bu yana bitta pozitsiyasi bo'lsa, bundan tashqari yana 8 xil, 9 xil pozitsiyalari bor. Ko'plari esa o'zining tabiiy rangida. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu xo'p, uje bu Karaduba degan pozitsiyamiz, men yaqinroqdan. Buni rangi ham o'zgarmaydi. Bu faqat fakturasi, ustidagi teksturasi boshqacha. Mana ko'rib turganingizdek. Razmeri xuddi shunaqa, narxi ham bir xil. Boyagida 5800 so'm. Xo'p, undan tashqari mana bu solinishni bilik degan pozitsiyasi bor buni ham. Ana. Bu uje boshqacha sal. Mana ko'rib turganingizdek. Rangchasi ham o'zini tabiiy rangi. Bu ham narxi shunaqa 5800 so'm, kvadratiga 52 tadan 54 tagacha ketadi. Bu o'zi mana oldidan ko'rsatsangiz agar Stariy Gorod degan pozitsiyamiz. Xo'p, bu krasniy barxatimiz eski partiyadan kelgan. Bu ham shunaqa pastroq pozitsiya. Tak, mana bunaqa qizil gladkilari ham bor. Mana bunaqa qizil gladki bu. Xo'p, undan tashqari mana shunaqa angop qilinganlari bor, ya'ni ichiga pigment solingan. Bular o'zi ichiga haligi pigmenti bor. Bular donasi 7800 so'm donasi hozir kunda. Xo'p, undan tashqari yana bu yerga ochroq barxatimiz ham bor. Men salafanning ichiga bu tomondan ko'rsataman. Hozirgisi to'qroq barxat edi, bu esa o'sha ochroq barxat buni. Ko'rib turganingizdek, bu ham narxi xuddi shunaqa 5800 so'm. Undan tashqari mana shunaqa bejivi degan, bejivi gladki mana. Och rangni yaxshi ko'radiganlar uchun bunaqa rangi ham bor. Bu ham o'zining tabiiy rangi, umuman sifati ham nimasi ham o'zgarmaydi. Bu esa yana qizil barxatimiz. Xo'p, va bu tomon esa mana bunaqa yana bir xil pozitsiyasi. Bu turi ham ko'p, nomi ham gapirib to'g'risi esimdan ham ba'zi chiqib qoladi. Xullas, assortiment juda katta. Optim narxlarga bizlar o'zimiz birinchi qo'l, ya'ni O'zbekistondagi ofitsial diler hisoblanamiz. Xo'p, ana shunaqa fasad qilmoqchi bo'lsangiz agar, bizlarga murojaat qilsangiz agar, bu g'ishlarimizni o'zimiz optim olib kelamiz, ya'ni birinchi qo'l va sizlarga arzon narxga beramiz. Ko'rib turganingizdek, mana shu Qirg'izistondan kelgan furamiz ham mana hali bugun tushirganimiz ham yo'q. Orqanglab turibdi, hozir bolalar tushirib oladi. G'ishdan hech qanaqa muammo yo'q. Bir hafta 10 kun oldin aytsangiz agar, ob'yomimiz katta bo'lsa, mana shunaqa zakaz qilib olib kelamiz, sizlarga tushiramiz va O'zbekistonning любой viloyatiga dostavka qilib yuboraveramiz. Dostavkasi alohida bo'ladi, mashina topib beramiz, shofer bilan kelishasizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, mana shu g'ishlarni terish uchun o'zimizning rastvorlarimiz ham bor, oq, seri, qora rastvorimiz ham bor. Oq rastvorimizni 1 qopi 60 ming, qorasi 1 qopi 55 ming, serisi 1 qopi 45 ming. Mana shu g'ish terishga bemalol ularni ham ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, g'ishlarimiz assortiment juda katta. Bu yoqqa bizlarga bazaga ne только Qirg'iz, Turkman, Rossiya, Eron, Polsha davlatlarining mahsulotlari bor. Telefon qiling, kataloglarni so'rang, o'zga kerakli mahsulotlarni tanlab olib va Brick House'dan qulay narxlarda xarid qilib olib, fasadingizning shohona ko'rinishiga keltiring. Azizlar, videoni fasad qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga tashlab qo'yib, videoga bitta like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mana shu g'ishlarimiz bilan terilayotgan fasadlarni bizlar kanalimizga joylab ketamiz. Shuning uchun bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Amalingizga rahmat.